alaykum, qaynoq obunachilar. Xudo xolasa bugun biz bir fayzli xonadonga kelganmiz. Noldan pon sistemalarni qilib bergani, kech kirganda video qilyapmiz endi işte yengillat bo'lib, ponni hamma yo'llarini olib kelib olib, zapchaslarini xudo xohlasa klientimizni iloji boricha talablariga qarab qilib beryapmiz. Ko'ringlar, uy remont bo'lgan. Remont bo'lgan uyga e'tibor berasizlar. Hop. Ko'rasizlar akalar. Hech qat'iy hech nima bo'lgani yo'q. Devor buzilgani yo'q, hech nima. Podvalni tagidan akkuratni qilib, chiroyli qilib bu podval taglariga kelib, ustamiz o'zi ko'rib turibsizlar, o'ta charchadi. Biz talabga qarab ish qilib beramiz. Hop, va batimiz o'shi 150 kvadrat xonadon, o'shi 5 xonadon xonalari bor. 200 kvadrat, 50 kvadrat oshiqchasi bilan o'rnatilyapti. Batareykalarimiz shu eng oxirgi zamonaviy 10 yil garantiyasi bor. Akfa firmadan qo'yiladi. Bitta ishga e'tibor beringlar akalar, tekizligiga. Qilingan ishdan keyin chiroyli qilib yopib ketilishlariga nima deysizlar? O'sha gilomlarni tashlagandan keyin bu xonadonda o'sha adabliklar shunday paydo bo'lib qolganda. İşte ona o'ta o'rinib ketibsiz. Shogirdlari sekin yo'llar yig'ishtirib ko'ryapsizlar. Sizlar otishga e'tibor beringlar, palab artishmas. Sobstinni keyinchalik qatiradigan qilib, xo'p anaqalar aliqchalarni qoldirib, podvaldan chiroyli qilib, batlarga o'rnatgan bitta batiga, o'sha 130 dona tonaga hisoblaganda radiator o'rnayapti. Akamizni talabiga qarab endi maslahatlashgan holda koridorlarigacha bo'lyapti. Xo'p, bu yerlarda mehmonxonalari bor, mehmonxonalarigacha. Xo'p, yotoqxona. Endi bat kuyov bolaning uyi ekan. Endi aniq olib kelmayman, to'g'ri tushunmaysizlar. Chiroyli qilib montaj qilib ustamiz qilib berayotgan. Usta tochkasi endi juda qiynaldingiz. Men o'zim ham realni ko'rdim. Tochkasi qanaqa endi batda? Men misol to'g'risi bu yoshingiz qasiga men 1 million ham bera olaman bu ishingizga. Nech puldan qilib beryapsiz tochkasini? 500 mingdan qilib beryapmiz. Podvalga kirib nolni olib chiqib berish. 500 ming. Arzon emasmi? Endi insof sari baraka. Malades usta. Usta ishingizga qoyil. Barcha til ojiz. Xudosi o'zingiz ham o'tgan safarda yana zavodga borib, katta yo'l tekshirib, chiroyli qo'lingiz yana o'zingiz borib tekshirib olib kelasiz. Shunaqa. Akalar, like podpiskani ayamaymiz. Вообще ustaga respekt. Sizlar kamerada boshqacha ko'rinadi, lekin realni ko'rsalar. Usta o'ta misol kerak bo'lsa o'zingiz ham podvalga kirgani qiynalasiz-da, misol. U qaranglar. Ustalar uchun bitta like. Sog' bo'linglar. Like ayamaymiz, sog' bo'lasizlar akalar.